oylik qornida homilasi bor ekan. Men aytdim, "Oyi," dedim, "bu bolasi tushib qoladi, u 70 kiloyini bu ko'taradimi? Qanaqa siz ko'tarsin, bolam olib kelgandan deydi, ko'tarsin deydi. Zolim. Zolim shunaqa, mana o'zimiz, mana guvohlarim bor. Zolim. O'g'il bola olib tushib qo'yadi uni. Og'ir ishni ayollarga buyurmaylar. Bozorlarda katta qoplarni ko'tarib yuradi xotinlar. Vay. Og'ir ishga buyurmaymiz, xotinlarimizni ayashimiz kerak. Bu bola tug'ib beradi, bizga kelajakda xizmat qiladi. O'zi og'ir katta bozorlarni erkaklar qilish kerak. Uyingizga qopda kartoshka olib kelasizmi, piyozmi, erkaklar olib kelish kerak, xotinlar emas. Bechoralar avtobuslarga kirib, bu erkaklik emas bu. Siz erkakligingizni qilib o'tiraveradi. Olib keldingmi deb yeb yana. Mumkin emas. O'zi musulmonchilikda bozorni erkak kishi qiladi.